Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 5. Sanju qışlıqı. Qoşanlıq bilan sokuldab meňivatqan at üstüde izilip oturgan bu kişilerning turqidan xeyli uzaq yerdan kelganligi bilinib turadi. Ular ancha tamtirmayla Mat Sherif bayning qorosi oldiga kelib, atlardan tushdi. Bay qorosining qo'sh qanotliq yo'g'on darvozasi hang'irqay ochiq edi. Bu 3 nafar yo'lovchining mo'ysiptiroq biri etining chulvurini yana bir hamroyiga tutqizib qo'yib, bo'sug'idan atlab qo'ru ichiga kirdida önünü qo'yib berib tovladi. Assalomu alaykum. Qadam yetdi, bola yetmigay. Şu haman xizmatkar süpat 40-45 yaşlar çağımızdaki bir kişi mehmanның oldiga chiqib salom berdi. Bay hacım ba mı? Ba, özürni nereden so'raymizkin mehman? Bay hacımga ostandan buradarlari kepti deb xabar bersunlar, dedi mehman tolumu takabbur qiyafatda. Beparvo turqidan uning qo'ru egisi bilan xilla buradarchiligi bog'liqi chiqib turadi. Xo'sh begim, birdam ta'xir qilishqayla. Xizmatkar saroy ichiga kirib ketib, ancha o'tmay Mat Sherif boy bilan birga chiqib keldi. Choch soqollari tamomiy dugudek oqirib, xilla qiyirliq yetgan Mat Sherif boy qarmoqqa xilla teman ko'rinadi. U gumonxo'rlik chiqib turgan ko'zlarini mehmonga bir necha daqiqa tikkandan keyin tuyuqsiz esig olgandek bo'ldi-da, shubha chiqib turgan chiroyiga pallada kulki yugurtdi. Qutlug' qadamlariga muborak bo'g'ay birodar. Osmondan tushdimi, yerdan undilimi? Mat Sherif boy avval do'sti bilan, ondan uning darvoza oldida saqlab turgan ikki hamroyi bilan qizg'in qo'l elishib ko'rishdi. Hol ahvol so'rashdi. Qani, saroyga marhamat qilish qo'yla, aziz yoronlar, dedi Mat Sherif boy mehmonlarni ichkariga taklif qilib. Mehmonlar hashamatlik bezalgan saroyga kirib, tovar ko'rpalar ustida joylashib o'tirib olgandan keyin Fatiha qilib, Allohu akbar deb yuz sepashdi. Ondan o'rinlaridan turib, sohibxona bilan qayta tinchlik omonlik so'rashdi. Uningcha yana bir yosh xizmatkar mis Abduva chilabchida mehmonlarning qo'liga suv ilib yipak lo'nga tutdi. Ondan har bir mehmonga bir piyoldan sinchoy qo'ydi. Sinchoydan keyin dasturxon silib, bir necha patnos qanit kezak, ho'l quruq yal yemish va o'qishib yiqilgan qatlamalarni dasturxonga tizibdi. Qani, aziz yoranlar, mazzaga beqisila, dedi Mat Sherif boy mehmonlarni choyga taklif qilib. Mehmonlar tuzit qilib o'tirmayla qo'ldirga o'shtilgan nondan bir parchadan erishdi-da, xushbiroq dori-darmaklar bilan damlangan choyga bir kallatdan navat silib g'izolanishga tutindi. Uzoq yo'l yurib, qo'sqi ochgan bu mehmonlar mazalik pishirilgan qatlamini ishtiho bilan yeyishdi. Xo'sh, ostondagi yoranlarning ahvoli qandaqroq? So'radi Mat Sherif boy mehmonlarning piyolasiga mis chaynakdan choy jixlab qo'yg'ash. Qadir ahvol, dedi to'rda o'tirgan chorsaqal mehmon javob berib. Murtad Hidoyatulloh Eshonning suduk taqibidan xotirjamlik yo'q. Yer yuzini qurut qo'ng'izdek qoplab ketgan sulki ishqiya xarlarining oyosiz hongrashlaridan hech bir oromchilik yo'qdir. Bu navbat Sanjuga hajrat qilishimizning boisi shulki, Janobi Bolagerdan pir buzrukimiz Daniel hocamning didor muloqotida bo'lib, ta'lim farmoyishlarini anglashdir. Bu yerdagi Bolagerdan degan so'z bandilarni bola qazodan saqlag'uchi degan ma'noda. Mat Sherif boy mehmonning so'zlariga yo oq, yo ko'k deb javob qaytarmay jimla o'tirdi. Sohibxonning undamay o'tirganini ko'rgan mehmon betoqatlik bilan yana so'radi. Şu tapda Janobi Bolagerdan piri buzurkimiz bilan tezrak didor muloqoti bo'lsaq deymiz. Hazrati Bolagerdan piri buzurkimizning poyi qadamlari texichila Sanjuga yetmedi, dedi Mat Sherif boy parvosizlik bilan.
Bu qandaq ish bo'lib ketdi o'zi? Dedi Çarsaqal mehmon tashvishinib. 2 oy muqaddam bolagardan pirimiz Dahbiddin bizga xabar berib, Sanjuda jami bo'lish to'g'riliq farmoyish qilgan ekan. Piri buzurgimizning ul muborak farmoyishnomasi helimi yoldirdi bormikin, buradari aziz. Matchirib bayning turqidan to'limi ehtiyot qilayotganligi bilinib turadi. Albatta bor, dedi Çarsaqal mehmon va sallisining qitidan bir parcha xatni olib Matchirib bayga tangladi. Mana qaraslar, bolagardan pir buzurgimizning muborak muhrimi besiqliq tehi. Matchirib bay xatga sinchilab qargandan keyin chiroyida birdilla xotirjamlik kulkisi jilva qildi. Qani, marhamat qilgaysizlar aziz yoronlar, dedi Matchirib bay o'rnidan dasturib, bolagardan pirimiz shu tapda yo'linglarga telmirib o'tiribdi. Çarsaqal mehmon bir oz taajjublandi. Tehi boylar hazratlari, aziz yoronlar, zinhor ko'ngillarga olmasunlar, dedi Matchirib bay mehmonlarga tavazu bilan egilib turib. Mal'un Abbaq xo'janing xufiya paydoqchilarining nopaq qadamlari Sanjuga qadar yetganligi uchun har na ishdan ehtiyot qiladigan bo'lib qoldik. Bolagardan piri buzurgimiz ul muborak farmoyishni ko'migicha har qanday odamga ko'rinish qilmaydiganligini bildirgan edi. Haq rost, ehtiyot qilmoqlik afzal. Yaratgan egam ul bolagardan pirimni o'z panohida saqlag'ay. Mehmonlar shundoq deyishgunicha tamoqqa qisqala duo qilib o'rinlaridan turishdi. Matchirib bay ularni atrofi egiz tomlar bilan qo'rshalgan chat jo'risiga ko'z yetkusiz bog'ning o'tirisiga silingan bir imoratga boshlab keldi. Qo'yiq mevalik dal-daraxtlar bilan qo'rshalgan bu imoratni 10 qadam neridan ilg'i qig'ilib bo'lmaydi. Bolagardan piri buzurgimiz bir haftadan beri mush yerda istiqomat qilg'ash, siz aziz yoranlarning yo'liga qarayotidu, dedi Matchirib bay mehmonlarni uyga boshlab kirgach. Qani, ishkirga marhamat qilsunlar. Maxtumzodimiz Qoznaqda. Tashqidagi oyoq shapsini anglab, bir oz sagaklashgan Daniyal xo'ja bo'sug'i atlab kirayotgan bu kishilarni ko'rib, xotirjamlik bilan o'rnidan turdi. Assalomu alaykum bolagardan pirim. Mehmonlar Daniyal xo'jani ko'rib, yugurib bog'nicha oyog'iga yiqilib, putini quchoqlab turib, ho'kirab yig'lashga boshladi. Qisqa yostib olgan qop-qora soqollari chiroyiga olayda sur so'lab beg'ishlab turgan Daniyal xo'jami bu sadoqatman muritlarini ko'rib, ko'ziga mo'llati yosh oldi. Qoznaqning ichini birpas yig'izor qopladi. Heliqi 3 mehmon Daniyal xo'janing ishtining pushqiqini, shoyi yaktikining peshini va sadabdan ko'z qo'yilgan ishoncha kumush uzuk silingan qo'llarini bir-biridan qizg'inib turib so'yatdi. So'yib turib yig'laydi. Yig'lab turib necha yildan beri sulki ishqiya muritlar tarafidan tatgan xo'rliqlarini dodlaydi. Ko'zlaridan bo'randak yosh to'kilib turgan Daniyal xo'ja ularga tasalli bergach, har birini bir qitimdan quchoqlab bag'riga bosdi. İşan pirining shu darajada ko'rsatgan eng oliy himmatidan ta'sirlangan bu Isoqiya muritlari hayajon va cheksiz baxtiyorlikdan erib hushidan ketayli deb qolgan edi. Ular o'pki degenicha asta-asta esiga kelishdi. Xo'sh, ul Malika Muhtaramxon og'ichi bilan muloqot bo'lish ishlari qandoq bo'ldi? Mas'um xalifam so'radi Daniyal xo'ja suhbatni asli muddaoga burash maqsadida texchilar xatildayotgan Çarsaqal mehmonga qarab. Marhum Sultan Muhammad Emin Bodirxonning o'limi haqidagi bad gumonimiz xon og'icha Malika Muhtaram xonimning gumoni bilan bir yerdan chiqdi deb so'zlashga boshladi mas'um xalifa. O'z vaqtida donqini ko'p anglagan bo'lsaqmi, muloqotda bo'lolmaganligimiz uchun ancha ishonmagan ekanmiz. O'zi bir ojiza bo'g'ini bilan to'limi qahirlik mazlum ekan u.
Şu tapda Məsum xalifaning ko'z oldiga Malika Muhtaram xonim bilan ko'rishgan manzara birma-bir namoyon bo'lishga boshladi. Shu kuni Daniel xo'janing muddaosini bildirib, o'zining ayoli orqali Malika Muhtaram xonimga xat kirgizgan Məsum xalifa yana ayoli orqali javob xat topshirib oldi. Hatto Malika Muhtaram xonim o'zining juma kuni Ostona ko'chasini aylanishga chiqadiganligini, shu vaqtda Məsum xalifaning ayolchi kiyinib, yuziga chumbarda silib, mulozim kinizaklari orasiga kirib olib, birlikda haramga kirishini uqtirgan edi. Odatda juma kuni Ostonadagi 70 yoshdan yuqori barliq erkaklar juma namozi o'qish uchun masjid, jamoalarga boradi. Agar bu kuni Hidoyatulloh Ishon xon xo'janing og'cha Shohbanuri ko'cha aylanmoqchi, narsa kerak setib olmoqchi bo'lsa, butkul shaharga jakarchi chiqaratida barliq savdogarlar, tijoratchilar saroy, do'kon yoymalarini o'chiq qo'yib qo'yadi. Og'cha Shohbanullah bu egisiz do'konlardan o'zlari xohlagan narsalarni olib, ixtiyorcha pul-pichak tashlab qo'yadi. Ayol kishi siyoqida yasalgan Məsum xalifa juma kuni bemalol holda Malika Muhtaram xonimning xizmatkori qatoriga qo'shilib oldi-da, haramga kirib Malika Muhtaram xonim bilan maxfiy suhbatlashdi. Jannat makon xon akamning beajal o'limida albatta Ishon xon xo'jam hazratning qo'li bor, dedi yuziga nepiz qora hililar romal silib olgan Malika Muhtaram xonim Məsum xalifaga iltifotsizlik qarab. Buni Maxtumzoda Daniel xo'jalar emas, Ostonadagi aql ho'shi joyida odamlarning hammasi biladi. Ammo hech kimning og'zidan chiqarg'udak jur'ati yo'q. Bilmadik, Daniel xo'ja hazratlarining muddaosi nima ekan? Janobi murabbəlləri öz nisibisiga şükür qanaat qilmay, janobi xon olilarini qasdlab o'ltirib atgandan keyin saltanatni o'ngchi egilib oldi. Hatto saltanat uchun nurg'un ajr to'hfa ko'rsatgan murid muxlislarini saq qo'ymadi. Bu ahvolda o'rtada janobi xon og'chidan o'zga ishongudak, marhum xon olilarining qisos intiqomini ilishga hamdam bo'g'dak bir ishonchlik odam qolmadi. Bilmadik, xon og'chining bu qisos intiqomni ilish muddaosi bormikin? Marhum jannat makon akamning qisosini ilish men uchun hech gap emas, dedi Malika Muhtaram xonim keskinlik bilan. Ishon xon xo'janing ajli hamon mening qo'limda. Ammo ozroqsonlik qilishga zinhor bo'lmas. Chunki saltanat baş panohsiz qolsa, elde tafriqchilik, baştaqliq ko'tarilib, avam ra'iyat zulm, yo'qsizlik asoratida qolur. Aziz farzandim Hasan xo'ja teqchilar kichik. Saltanatni hozircha uningga zinhor tutqizg'ili bo'lmas. Ozroqsonlik qilsak, buyuk Saidiya saltanatini qoidadan tiklash muddaoyimiz suvga chilishar. Malika Muhtaram xonimning javobini anglab, Məsum xalifa bir oz umidsizlandi. O'rtada xon og'cha olilarining yiqilari yo'qmidir? Kelgusida Hasan xo'jani padarining o'rniga xon sulton qilib tiklash muddaoyimizni qo'llaydiganlar yo'qmi? Emas, lekin ular ancha ko'p emas, dedi Malika Muhtaram xonim hasratlangan holda. Şuna hozircha fursat navbat biz tarafda emasdir. Daniel xo'ja hazratimga muddaoyimni yetkazib qo'ysinlar. Bir mezgil puxta tayyorlik ko'rgaymiz. Avval tasarrufimizdagi sulki soqiya g'azotchilari jami bo'lg'ay. Bu haqda bir qism yurt beglari bilan tuzishgan ahdu paymonimiz bordir. Vaqti kelganda men o'rda ichidan, sizlar teshidan tang harakat qilamiz. Xo'sh, buni bolagardan piri buzurgimizga tamomiy yetkazgaymiz, dedi Məsum xalifa qaytadan umidlanib. Buyuk Saidiya saltanatini qaytadan tiklash bizlar kim sulki soqiya muridlarining muddaoyimizdir. Xalifamning buningdan keyin haramga kirmiki to'limi xatarlikdir, dedi Malika Muhtaram xonim.
Ağçılarının qoluğa dəstək yezib berəy. Hər qandaq iş güçlər bolsa, bemalal kirib mən bilən görüşkəy. Himmetlerge eşqallah xan ağca. Allah igem niyet mutualarımızga yetkizip, işlerimizni asan qıgay. Melike möhtərəm xanım oldun tayyorlab qoygan bir boğça narsani Ma'sum xalifaning oldiga qo'ydi. Bu aqchilarni maqsad muddaolarimiz uchun haj xarajat qilsinlar. Qog'inni og'chilar orqali az-azdan chiqartib turaman. Daniyal hocamga salmimizni yetkizgaylar. Ma'sum xalifa eg'ir bir bo'g'cha kumush tangini qo'ltig'iga mahkam qistida, qilin chumpardini qaytadan beshiga silib, Malika möhtəram xonim bilan xo'shlashdi. Uni Malika qasrning bosh xo'jadori haramdan chiqarib qo'ydi. Oğul Malikaning murtad Hidoyatulloh ishonga halol jub bo'lishga rozilik berishimi butunlay Saidiya saltanatini halokatdan saqlab qilish uchun erdi, dedi Ma'sum xalifaning bayonlarini anglab bo'lgan Daniyal xo'ja so'z elib. Malikaning muddaosi shu bo'ladigan bo'lsa, bizmo Saidiya saltanatini asliga keltirish, to'q shaddisini ko'tarib chiqaydi. Saqiya sulkimiz uchun buningdan o'zga nijotlik yo'li yo'qdir. Ular Malika möhtərəm xonim bilan birlashib, Appoq xo'janing ishonxonlik saltanatini yo'qotish haqida tun nisbigacha plan tuzib chiqishdi.